qaysi elning ma'murligini bilmoqchi bo'lsang, o'sha elning bozoriga bor degan naql bor sharhda. Shu naqlga amal qilgan ijodiy guruhimiz Hazarasp bozoriga tashrif buyurdi. Shunda biz Hazaraspning hunarmandlar yurti ekanligiga yana bir karra ishonch hosil qildik. Hozirgi bozor iqtisodiga o'tayotgan vaqtimizda tadbirkorlik ham ishbilarmonlik juda katta rol o'ynaydi. Hazaraspning mana bozorini aylanib biz mana shu tadbirkor, hunarmand kishilar o'rtasida turibmiz. Hozir mana meni oldimda Hazaraspning tadbirkor yigitlaridan bittasi hisoblangan Qurbonboy Matkarimov turibdilar. Qurbonboy, siz o'z rejalaringiz haqida bir so'zlab bersangiz. Biz 1979-yilda Turkmeniston bilan O'zbekiston chegarasida joy qilganmiz. Moldorchilikka asoslanib. Hozir bizning seminni xo'jaligimiz bolalarimiz bilan 20 karamol 100 qo'yimiz bor. Hozir shuning Sovet hukumatimizdan shuning biz minnatdormiz, yana bozor iqtisodiyotida o'z molimizni o'zimiz ochiq sotyapmiz. Halon boqamizda. Bizlarda yine şunun bir iltimatımız var. Şu öz yetiştirgen şu jahon bozorida hozir bir oltin bilan almashlanadi. Bu narsalar, buni qadrini chet eldagi o'zbeklar biladi buni. Amerikada misol uchun o'zbeklar bor. Qarang, shular hozir biz jahon bozoriga chiqishga bizga sharoit bersalar. Shuning uchun biz Hazarasda sotishimiz, Hazarasda, Xorazmda, O'zbekistonda giyishiga, Amerikadan giysin, Yaponiyadan giysin, Turklar, Turkiyadan giysin, O'zbeklar. Bu bizning milliy urfimiz, urf-odatimiz ku bu. Nima uchun kerak bizga 5000, 7000 manat norka degan narsa? Ana shularga biz iltimos qilamiz. Bizlara shuni sharoitlar yaratib, bari fermer xo'jaliklari shuni nega olib borishar. Agar mabodo mana shu imkoniyat yaratib berilsa, siz ta'minlab berishni o'z ustingizga ola olasizmi? Men o'z ustima olaman. Shu jahon bozoriga chiqirsa o'z shaxsiy molimdan 100 dona men shunday antika surderi yetishtirib beraman. Men o'zim oshliman, kerak bo'lsa tikamiz ham. Qanday xilindan bo'lsa mana shunday xili yana. Mana boshimizdagilar shulardan tikib yetishtirib bera olamiz. Sharif Murodovich, mana biz 3 kun davomida Hazaraspning tarixi, buguni bilan imkon darajasida tanishdik. Endi rayonning kelajakki istiqboli qanday? Shu haqida bir bilishni istar edik. Hazarasp rayonini men
noyabr oyında 80-yilda geldim. Şu vaqtlari o'tirib rayona aktivi bilan, mutaxassislari bilan o'tirib hisob-kitob qildik. Nima ish qilsak rayonning iqtisodini ko'tarish mumkin, kelajakini parlaq qilish, shu masalalarni o'tirib maslahat qilib planlashtirib oldik. Eng birinchi oldimizda turgan vazifalar bu şu 3-4 yil ichida kolxozlarning xo'jaliklarining iqtisodini ko'tarish, yuqori rentabilni xo'jaliklarga aylantirish. İkinci navbatda turgan masalasimiz şu xo'jaliklarning iqtisodini ko'tarib, yuqori rentabilni xo'jalik qilib, shu orqali sotsial masalalarni hal qilish masalasi bu asosiy qo'ygan edik. Uchinchi bu Hazarasp rayoni eng viloyatimizda eng zich aholisi joylashgan rayon. Shuning uchun bularni ish bilan ta'min qilish, yangi ishchi o'rinlari tashkil qilish masalalarini qo'ydik. Asosiy birinchi navbatda shu 3 masalani planlashtirib, amalga oshirishga harakat qilmoqqa qaradi. 3-4 yil ichida kolxozlarimiz hammasi planlashtirgan rejalar amalga oshdi. Kolxozlarimiz 86-87 yildan boshlab hammasi o'zlari mablag' bilan ta'min qilib xo'jalikka yuritish chora-tadbirlarini ko'rdilar hammasi. Sotsial masalalardan ham bog'cha qurilishini, maktab qurilishini, yo'l qurilishi shularni amalga oshirib har holda shu oblastning o'rtacha darajasini yetib oldik. Ishchi o'rinlari tashkil qilinish bo'yicha şu 80-yildan so'ng rayonda Drujba shahrida 6000 o'rindan ziyodati o'rinlar tashkil qildi, ishchi o'rini. Bu rayonimizda Yepigrup fabrikasi, Drujba shahrida Fatoning filiali, Karvuj zavodlari, yog' zavodi, Xorazm agregat zavodini, Drujba agregat zavodi, mana shu yangi korxonalarni shu 80-yildan so'ng planlashtirib, hammasini qurishini tamom qilib, xalqqa xizmat qilmoqqa qaradi. Shuning bilan bir qismi, asosiy qismini xalqimizni ish bilan ta'min qilish chora-tadbirlarini ko'rdik. Endi bu yanada kelajakda rayonimiz territoriyasida planlarimiz juda katta. Shu ishlarni davom qildirish. Hozir rayonimiz territoriyasida shu maktablar qurilishi jadal bilan ortib borayapti. Og'ir sohamiz bu, keyin qolib ketgan sohamiz bu sog'liqni saqlash edi. Bolnitsamiz shu eski bir vaqtlarida internat deb qurilgan bolnitsada joylashgan edi. Biz shu yerda yangi korpuslarni qurdik. Lekin hozirgi kunda o'zi shu Taştaka kanalın boyunda 9 hektar yer ajratib, azı infeksiyonli bolnitsani boshladi, güzellik koykalı tipovoy. Şunun yanında 240 o'rinli yangi kompleksni bolnitsa qurmoqqa boshladim, proyekti bityapti. Bundan tashqari şunun yanında yana 150 koykalı bolalar bolnitsasini planlashtirib, proyektlashtirish ishlar boshlandi. Umuman shu yerda bir katta bir kompleks qilib, atrofini bog' qilib Taştakaning bo'yinda shu yerda bir shuni kompleks qilyapmiz. Shu ishlarni amalga oshirmoqqa qaradik. Bundan tashqari hozir endi umuman rayon territoriyasida yerlarni ochib oldik, lekin qiblamizdan Azyorni kollektorini bilan qum arasındagi yerlarni o'zlashtirish ishlarini boshlab berdik. Bu aholimiz o'sib boryapti, yerimiz kam. Endi shu yerda imkoniyatimiz bor. Shu yerdan har kolxozga kamida bir 500-600 gektar yer qo'shib, ularning dekonchilik qiladigan yerlarini o'zlashtirish chora-tadbirini ko'ryapmiz. Qadriyatlik borasida ishlarni amalga oshiryapmiz. Qabristonlarga juda katta e'tibor beryapmiz. Katta qabriston, hamma Iroqdagi qabristonlari yangi devorlar bilan o'rab oldik. Eski naqshda mechit masalalarini Karva qishlog'ida shu mechit qurildi. Hozir o'zi katta qabristonimizda, Shobir qabristonimizda markaziy mechit quryapmiz. Shu yerda shuning yanında yana undan tashqari shu yoshlarimizni shu o'qiydan, tarbiyadan imkoniyatlar ham yaratib bermoqdamiz.
bu işleri devam kıldıramiz.